Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida joriy yilning 15-martidan 15-apreliga qadar mamlakatimizda davom etayotgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar tahlili hamda oldinda turgan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda boshqarmaning shahar va tuman bo'limlari rahbarlari, davlat yong'in nazorati inspektorlari ishtirok etdilar. Dastlab hududlar kesimida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha kunduzgi va tungi vaqtlarda olib borilgan profilaktik targ'ibot tadbirlari, taktik o'quv mashqlari yuzasidan bajarilgan ishlar tahlil etildi. Qilingan ishlar qatorida kamchiliklarga yo'l qo'yilgan shahar va tuman bo'limlari tanqid ostiga olindi hamda mas'ul shaxslarning axborotlari tinglandi. Muhokamalar so'ngida kamchiliklarni qisqa fursatlarda ijrosini ta'minlanishi yuzasidan aniq vazifalar belgilab berildi hamda belgilangan topshiriqlarni vaqtida bajarishga har bir xodim sidqidildan mas'uliyat bilan yondoshishi kerakligi, buning uchun esa xodimlar o'rtasida tartib intizomni mustahkamlash, o'zaro odob axloq qoidalariga amal qilishlariga erishish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Seminar yakunida shaxsiy tarkib tomonidan kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar belgilab olindi.